uylarga aboy qotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Xo'p, birinchi navbatda agar xonanglar kichkina bo'ladigan bo'lsa, imkon qadar yarki rangdagi aboylardan foydalanish kerak bo'ladi. Chunki yarki rangdagi aboylar xonanglarni vizual jihatdan kengroq qilib ko'rsatadi. Ikkinchisi, aboy tanlayotganda imkon qadar fakturalarini bir xil va uncha katta bo'lmagan fakturalarni tanlash kerak bo'ladi. Agarda devoringlarda hech qanaqa mebel turmaydigan bo'lsa, katta fakturadagi aboy tanlab qo'ysanglar, shu joy xunuk bo'lib qoladi. Uchinchisi, agar xonanglar bir xil va zerikarli bo'lib qolmasligini xohlasanglar, paraboylardan foydalansanglar bo'ladi. To'rtinchisi, aboy tanlayotganda aboy zarlariga e'tibor berish kerak bo'ladi. Imkon qadar u darajada ko'p zarli aboy ham tanlash kerak emas. Tabiiy yorug'lik tushgan paytda, agar svet tushgan paytda shu joy pachkana qilib qo'yishi mumkin. Va beshinchisi va e'tiborlisi, aboy qotganda oynaning chetlariga aboy atkoskacha olib kelish kerak bo'ladi. Bir xil joylarda ko'ramiz, aboyi oynagacha taqab qo'yishadi. Bu xunuk bo'lib qoladi. Imkon qadar shunaqa ugovlik qo'yib turib, aboyi shu qirrani o'zida tugatib qo'yish kerak bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying.